motoblok olmoqchiman. Lekin eng kichigidan boshlab eng kattasigacha narx-navosini tanishtirgin degan akalar e'tibor berasizlar. Bugun sizlarga 2 ot kuchlik, 5 ot kuchlik, 7, 9, 13 hamda 17 ot kuchli motobloklar haqida to'liq ma'lumotlarini, narx-navosini tanishtirib o'taman va mana shu turdagi motobloklarni olmoqchi bo'lsangiz, ekranga nomer ham qoldiryapman. Bemalol telefon qilib, yana ham to'liqroq ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Sotib olmoqchi bo'lsangiz ham bemalol aloqaga chiqasiz. Xohlasangiz mana orqa tomonda yig'ilgan holatda assortiment ko'p, xohlasangiz mana bu tomonda yashil korobka holatda ham eng arzon narxlarda xarid qilsanglar bo'ladi. Hozir bularni eng kichigidan aytib o'tganimda eng kattasigacha narx-navosini tanishtiraman. Bundan oldin aytib ketish kerak, hozir do'konimizda katta aksiya ketmoqda. Bu aksiya davomida mana shu qo'limda turgan akalar batareykali benzapila emas, elektropilani eng baquvvati bo'lgan variantini tekinga sizga berib yuboramiz. Ahamiyat bering. Ikkitadan batareykalari bilan jihozlangan, ishlashlari juda ham zo'r qilib ishlangan akalar. Benzinli motopiladan ko'ra ancha baquvvat ishlaydi. Hech qanaqa tok yo'q joylarda ham bemalol mana shu holatda ishlatsangiz bo'ladi. Bu elektropilani biz mutlaqo tekinga sizga berib yuboramiz. Qandoq qilib ekan bu benzapilani tekinga olsam bo'ladi degan akalar, hoziroq mana shu videoga bitta like tugmasini bosib, kommentga kirib hoziroq omad deb yozib qo'ying va mana shu elektropilani o'zingizniki qilib oling. Bizning do'konga keling va tekinga mana shu elektropilani olib keting. Videoni oxirigacha ko'ring, to'liq ma'lumotni beraman va tekinga mana shu elektropila sizniki bo'lib qoladi. Faqat videoni oxirigacha ko'ring va videoga aytib o'tganimdek bitta like tugmasini bosib, kommentga kirib omad deb yozib qo'ying va mana shu elektropila sizniki bo'lib qoladi. Xo'p, bo'lmasa motobloklarimizni ma'lumotini boshladik. Birinchi bo'lib eng kichkina modelidan 2 ot kuchli variantidan boshlaymiz. Bu yerda turgan motobloklarimiz hammasi hozir benzinli variantini sizlarga ko'rsatyapman. Agar salarkali varianti ham qiziq bo'lsa, kommentga kirib salarkali deb yozsanglar, salarkalilarni xuddi shunaqa qilib obzorni qilamiz. Xo'p, 2 ot kuchli motoblogimiz yurish qismi zavodnoy orqali tortib yurg'iziladi. Yoqilg'i turi aytganimdek benzinli bo'ladi. Bu mini kultivatorimiz 2, 3 hamda 10 sotikgacha bo'lgan xo'jaliklar uchun o'zini ishiga yer haydab, kultivatsiya qilib, agat olish uchun mo'ljallangan texnika hisoblanadi. Narx tomonlama juda ham arzon texnika, sifat tomonlama o'sha 10 sotikgacha bo'lgan joyiz ishini bemalol qilib beradi. Ukam narx-navosini ham aytib ketdim deganlarga, bu mini kultivator apparatlarimizni ko'pchilik joylarda 1,5-2 million bu variantini sotishyapti, lekin biz bu variantini 1 million 100 ming so'mdan skidkaga qo'yganmiz akalar. Kelib bemalol 1 million 100 dan xarid qilsanglar bo'ladi. Ukam bundan ko'ra baquvvatroq bo'lsin, issiqlik kunida qizimaysin, yaxshiroq bo'lsin degan akalarimizga bu tomonida ahamiyat bersanglar, unisi 2 ot kuchlik, bunisi 5 ot kuchlik karterli variantini olib kelganmiz. Karterli deyilganidan sabab buni motoriga addenli yon tomonidan moy quyiladi. Mashinaga o'xshab turib, addenli motoriga moy quyib ishlatiladi. Shuni hisobiga bunga nisbatan issiqlik kunida bu 5 ot kuchligimiz ancha-munchaga qizib ketmaydi akalar. Benzinga hech qanaqa bunga avtol qo'shmaysiz, benzinni o'zini toza benzinni quyib, zavodnoy orqali yurg'izib, zavodit olib bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, ishlash prinsipi juda ham oddiy. Zavodnoy orqali tortib yurg'izganingizdan keyin teva tomonida gazi bor, gazni bossangiz frezasi aylanib, yerda chopib, kultivatsiya qilib, agatini olib ishlatsangiz bo'ladi. Yerda akalar chuqurligini 20-25 sm gacha yeringizni chuqurlab haydab bera oladi. Ishlashi sifati juda ham zo'r. Kultivatsiya uchun olmoqchi bo'lsangiz 30-40 sotikgacha bemalol yeringizni kultivatsiya qilsangiz bo'ladi. Haydov uchun olmoqchi bo'lsangiz 10-15 sotik joygacha bemalol haydovga olsangiz bo'ladi. Bu apparatimizning narxi ko'pchilik joylarda qimmat narxlarda 4 million 200 gacha sotilyapti. Biz buni 4 xil modelini katta kichik variantini olib kelib qo'yganmiz. Eng arzoni 2,5 milliondan bu variant 3 million 200 gacha har xil varianti bor. Karterli modelini arzonchi modeliga aldanib qolmaysizlar kerak. Xo'p, undan keyingisi
Ukam o'zimga, uyimga ishlataman, tirikchilikni ham quturaman, baquvvatroq bo'lsin, zo'rroq bo'lsin degan akalarga 7 kuchli motoblokni tavsiya qilamiz. Birinchida ko'rsatgan motoblok faqatgina o'zingiz uchun, xo'jaligingizga ishlatish uchun. Bu hozir sizga ko'rsatib o'tayotgan 7 kuchli motoblogimda bemalol tirikchilik qilib, pul topib, undan tashqari o'zingizni uyingiz ishlarini qilib, undan tashqari orqasiga chizel, puluk, kultivatsiya aravalarni ulab ham o'zingiz uchun foydalansangiz bo'ladi. Bu ko'rayotgan motoblogingiz, e'tibor berasiz, Texa firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan mana shu turdagi motobloklarning ichida eng yaxshi hamda eng sifatli motoblok hisoblanadi, chunki bu Texa motobloklari eng yaxshi hamda korobkalari katta motoblok hisoblanadi akalar. Motoblogimizni yoqilg'i turi benzin baklari 3 litrlik bo'ladi. 1 soatiga 0,5 litrdan benzin rasxod qiladi. Yurish qismi bunda ham zavodnoy orqali yarimta tortganingizda zavodit olib, juda ham yaxshi sifatli ishlab beradi. Orqa tomondagi turgan motobloklardan bu Texa motoblogimizni yaxshi tomoni, bu motoblokning motori 7 kuchli. Korobka qismi 450 talik usulinli korobka bu motoblokka qo'yilgan. Shuni hisobiga bu Texa motoblogi ancha yaxshi sifatli motoblok hisoblanadi. Xo'p, bu motoblogning ham narxlari qanaqa deganlarga, bu motoblogning ichida freza, tormoz, mayda-chuyda kulich, dokument hamma bonuslari bilan qilib beramiz. 4 xil modeli bor. Korobkasi mana shunaqa 450, 350, 250 hamda 150 talik modeli bor. Eng arzon varianti 3 million 200 dan, bu variant 4 million 500 ming so'mgacha bor. Xohlasanglar rolik gidravlikali variantlari ham bor. Uni ham kelishtirib qilib beramiz akalar. Xo'p. Ukam, men eng kamida 7, 8 yoki 5 gektar joyga olmoqchiman, kattaroq joyga olaman degan akalarga ahamiyat berasizlar. 7 ot kuchlidan kattaroq model bu 9 ot kuchli hisoblanadi. Undan keyingi model mana shu 9 ot kuchli bo'ladi akalar. Xo'p, bu 9 ot kuchli motoblogimiz aytib o'tganimdek 5 gektardan u yog'iga 10-15 gektar joygacha bemalol xizmatingizni qiladi. Tirikchilik qilsangiz ham bo'ladi hamda 7 ot kuchli motobloklarga o't o'radiganlar tushmaydi va bu 9 ot kuchli motobloklarga o't o'radiganlarni qo'yib ishlatsanglar ham bo'ladi. Orqa tomoni bitta ko'rsatib o'tib ketadi. Orqa tomoni mana qishloq xo'jaligigacha joylashgan bo'ladi. Bemalol mana shu qishloq xo'jalikka o't o'radiganlarni ulab, bog'larning ichida o't-potlarni ham o'rib foydalansanglar bo'ladi. Motor qismi 9 ot kuchli benzinli motor qo'yilgan. Korobka qismi usulinli qilib ishlangan, katta o'ziga teng baravar katta 17 ot kuchli motobloklarda bunga korobkasi qo'yilgan. Shuni hisobiga ancha bu motoblok baquvvat hamda yaxshi ishlab beradi. Bunda ham xuddi shu yurish qismi zavodnoy orqali tortib zavodit qilasiz. Motor ishga tushgandan keyin teva tomonda skoroslari bor. Oldiga 1 hamda 2 skoros, orqaga bittadan zatniy xotlargacha jihozlangan bu motoblogimiz ekan. Hozir hammasini qisqa ma'lumotini aytib ketyapman. To'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz aytganimdek ekrandagi nomerga telefon qilsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz kommentariyaga kirib yozing. Ukam menga 9 yoki 7 yoki 5 yoki 15 yoki 17 ot kuchli motoblogni to'liq ma'lumot kerak deb kommentga yozsangiz, to'liq ma'lumotni beramiz. Xo'p, bu 9 ot kuchli motoblogimizda komplektda yer haydaydigan freza, tormoz, dokument, mayda-chuyda kulich narsalari bilan 3 xil modeli bor bizda. Statorlik, bestatorlik mana shu holatdagi varianti, korobkasi katta kichik, baloni katta kichik hamda roli uzun kalta varianti bor. Eng arzon modeli 4 million 500 ming so'mdan boshlab bunaqa katta modellar akalar 6 million 500 gacha tanlab olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz balonlari katta variantlari ham bor. Xo'p. 9 ot kuchidan keyin katta motoblok bu 15 ot kuchli motoblok hisoblanadi. Ko'rib turgan motoblogingiz 15 ot kuchlik benzinlik eng qulay variant hisoblanadi. Qulay variant deganim bu motoblokda oldingi motobloklarga nisbatan, ko'rsatganlarimga nisbatan akkumulyator hamda statorlar qo'shilgan. Shuni hisobiga mashinaga o'xshab bemalol bu motobloklarni kalitda yurg'izib minsangiz bo'ladi. Eng komfort motoblok hisoblanadi hamda rollariga ahamiyat bersanglar, boshqa motobloklarga nisbatan juda yaxshi, yumshoq buriladi. Oldingi ko'rayotgan motobloglar burilishi sal mana shunaqa kengroq edi. Bu motoblogimizni roli 180 gradusga buriladigan qilib olib kelingan akalar. Xo'p,
kechki paytda yurish uchun oldiga faralari bilan jihozlangan, undan tashqari qo'shimcha boshqa motobloklarda yo'q funksiyalari, bunda dugalari bilan jihozlangan. Motori aytganimdek 15 kuchlik, korobka 650 usulinli korobka, balonlari yaxshi sifatli balon bilan jihozlangan. Bu motoblogimizning narxiga o'tadigan bo'lsak, bu motoblogimizning narxi bizda eng arzoni 5,5 milliondan, bunaqa katta variantlari 8 milliongacha tanlab olsangiz bo'ladi akalar. Narxi nima uchun qo'shilib ayrilyapti, nima uchun arzon qimmat bo'lyapti deganlarga, statorlik hamda bestatorlik varianti bor. Balonlari katta kichik varianti bor. Mana shunaqa yumshoq buriladigan hamda burilmaydigan, hamda roli mana shunaqa uzun kalti varianti bor. Shunga qarab narxi o'zgaryapti akalar. Xo'p, 15 kuchlikdan katta variant 17 kuchlik hisoblanadi. Bu ko'rib turgan motobloklarni ko'pchilik biladi. Yer haydaydigan motobloklarning ichida eng kattasi hamda eng sifatlisi hisoblanadi. Benzinli motobloklarning ichida bundan kattaroq, bundan yaxshi ishlab beradigan, bundan baquvvatroq benzinli motoblok yo'q akalar. Eng kattasi, eng baquvvati mana shu bo'ladi. Nima uchun eng katta deyilayotgandan sabab, bu motoblokda roli 360 gradusli motoblok hisoblanadi. Korobka qismini bitta ko'rsatib o'tadi. Mana ustakamiz korobka qismi ko'rasizlar, va oldingi partiyalarda mana shunaqa kichkina korobka kelardi. Hozir sizlarga ko'rsatadigan 17 kuchli motoblokning korobkasi ancha katta qilib ishlangan model hisoblanadi. Va bu motoblokni boshqa motobloklardan qulay tomoni, bu motoblokni haydab ketayotgan jarayoningizda o'ng yoki chap tomonga burilmoqchi bo'lsangiz, rolni qiynalib tortmaysizda, o'ng ruchkasini bossangiz o'ng tomonga o'zi buriladi. Chap tomon ruchkani bossangiz motoblok o'zi avtomatik chap tomonga buriladigan, roli 360 graduslik, gidravlikali rollari uzun qilib ishlangan motoblok hisoblanadi akalar. Xo'p, bu motoblogimizning narx-navosi oldida freza, tormoz, dokument mayda chuyda hamma narsalari bilan akalar 3 xil modeli bor. Rollari kaltaroq, uzunroq, baloni katta kichik, frezasi 4 qatorli hamda mana shunaqa 5 qatorli modellari bor. Eng arzon modeli 8 million 800 dan, bu modeli 9 million 500 gacha bizda mavjud. Boshqa turdagi akalar motobloklar kerak bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. 5 ta motoblok kerak bo'lsa qilib beramiz. Xohlasanglar olib sotaman deganlarga mana yashil holatda Xitoydan birinchi qo'l qilib olib kelib qo'yganmiz akalar. Narxlar eng arzon narxlarda bo'ladi. Manzilni ham aytib ketdim deganlarga, manzil akalar Farg'ona shahar Avval qishlog'i bo'ladi. Xo'p, bu yoqqa do'konimizga kelganimizda videoni boshida mana shunaqa benzapila, elektropilalarni biz tekinga tarqatyapmiz deb aytdim. Nafaqat bunaqa benzapila, elektropila, tevada dori apparat, svarka apparat, balyarka apparat, dred, shunga o'xshagan 100 xil noshli instrumentlarni biz tekinga tarqatyapmiz. Bu ko'rsatgan instrumentni tekinga olish sharti, bizni do'konga kelasiz, ko'chada ko'rgan, o'zingizga yoqqan bitta, o'zingiz xarid qilmoqchi bo'lgan motoblokni bittasini bizdan sotib olasiz va kirib bizdan motoblok olganingiz uchun mana shu barabandni aylantirasiz. Bu barabandni aylantirish hech qanaqa pulli emas, siz bizdan motoblok sotib olganingiz uchun kirib shu barabandni aylantirasiz. Barabandni aylantirganingizdan keyin sizga ko'chada ko'rsatgan elektropila mana shu barabandni aylanib tursa elektropila, svarka apparat tursa svarka apparat, balgarka apparat, balgarka apparat, kulish nabor tursa kulish nabor. Shu barabandni aylantirganingizda nima sovg'aga to'xtasa, o'sha sovg'ani tekinga beramiz. Shuni hisobiga videoga like bosing, keling bizdan motoblok oling va mana shu yerda turgan instrumentlarni tekinga olib keting. Kimga qiziq bo'lsa, ekranga nomer qoldirdim. Yana ham to'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqsanglar, ma'lumotini beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, joninglar sog' bo'lsin.